Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yangi qonun bo'yicha o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari va u yerlarda qurilgan uy-joylarga huquqni rasmiylashtirish masalasi. Bu ma'lumot deyarli har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilikda hovli, qo'shimcha qurilish, eski uy, meros qolgan joy, hujjat to'liq bo'lmagan tomorqa yoki yillar oldin qurilgan imorat bor. Eng xavfli joyi shundaki odamlar ko'pincha men bu uyda 20 yildan beri yashayman, demak muammo yo'q deb o'ylaydi. Lekin qonuniy hujjat bo'lmasa, ertaga sotish, meros qilish, garovga qo'yish, kompensatsiya olish yoki buzilish bo'yicha haq talab qilishda katta muammo chiqadi. Shuning uchun bugungi videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday huquqiy ma'lumotni vaqtida bilish pulingizni, asabingizni va uyingizni himoya qiladi. Men avval vaziyat qanday bo'lganini oddiy tilda tushuntiraman. Ko'p yillar davomida ayrim fuqarolar yer uchastkasini ruxsatsiz egallab olgan, kimdir uyining yonidan kichik joy qo'shib olgan, kimdir eski mahallada ota-bobosidan qolgan uyda yashagan. Lekin yer va bino hujjatlari oxirigacha rasmiylashtirilmagan. Ba'zilar esa uy sotib olgan, lekin oldi-sotdi oddiy tilxat bilan qilingan, notariusdan o'tmagan. Natijada odam yashab kelgan, kommunal to'lov to'lagan. Mahalla uni tanigan, lekin davlat reyestrida u mulkdor sifatida ko'rinmagan. Oldin bunday holatlarda hujjat qilish juda qiyin edi. Kadastrga borsangiz, yer ajratish qarori yo'q deyishardi. Hokimiyatga borsangiz, avval kadastr qiling deyishardi. Sudga borsangiz, dalil yetishmasligi yoki yer qonunchiligi bo'yicha cheklovlar sabab rad javobi bo'lishi mumkin edi. Odamlar idora yurib, yillar davomida natija ololmagan holatlar ko'p bo'lgan. Endi yangi qonun aynan shu muammoli qatlamni tartibga solishga qaratilgan. Ya'ni davlat ayrim eski amalda mavjud. Lekin hujjati chala bo'lgan uy-joylar va yer uchastkalarini belgilangan shartlar asosida qonuniylashtirish imkoniyatini beradi. Bu hamma noqonuniy qurilishni avtomatik kechirish degani emas. Bu juda muhim. Qonun kim xohlasa istagan yerini egallab, keyin hujjat qilib oladi degani emas. Aksincha, qonun eski muammolarni bir martalik tartibda hal qilish, kelajakda esa bunday tartibsizlikning oldini olish uchun kerak. Endi asosiy o'zgarish shuki, o'zboshimchalik bilan egallangan ayrim yer uchastkalari va ularda qurilgan bino inshootlarga nisbatan huquqni e'tirof etish mexanizmi paydo bo'ldi. Oddiy qilib aytsam, agar sizning uyingiz, hovlingiz yoki qo'shimcha qurilishingiz belgilangan shartlarga mos kelsa, davlat organlari uni o'rganadi, hujjatlarni tekshiradi, e'tirozlar bor yo'qligini ko'radi va shundan keyin huquqni tan olish masalasini hal qiladi. Bu yerda 3 ta narsani alohida ajratib olish kerak. Birinchisi, sizda amalda foydalanilayotgan yer yoki qurilish bo'lishi kerak. Ikkinchisi, bu holat qonunda belgilangan muddat va mezonlarga mos bo'lishi kerak. Uchinchisi, ushbu yer boshqa shaxsning qonuniy huquqlarini buzmasligi, xavfli hududda bo'lmasligi, umumiy foydalanishdagi yo'l, ariq, kanal, elektr tarmog'i, gaz quvuri, muhofaza zonasi yoki davlat ehtiyoji uchun zarur hududga to'g'ri kelmasligi kerak. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Masalan, bir oila 2005-yildan beri mahalladagi hovlida yashaydi. Uy bor, tomorqa bor. Bolalar shu manzilda ro'yxatda turgan. Elektr va gaz to'lovlari yillar davomida to'langan. Qo'shnilar ham ularni tanidi. Lekin kadastr hujjati yo'q yoki eski hujjatda yer maydoni 4 sotik deb ko'rsatilgan. Amalda esa 5. 2 sotiq bo'lib qolgan. Mana shunday holatda yangi tartib doirasida ortiqcha imkon 2 sotiq yoki butun obyekt bo'yicha masala ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu joy yo'lning ustida, ariq bo'yida yoki qo'shnining hujjatli yeriga kirib ketgan bo'lsa, avtomatik ruxsat berilmaydi. Birinchi navbatda eski mahallalarda yashayotganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Ayniqsa uy 1990-yillar, 2000-yillar boshida qurilgan bo'lsa, hujjatlar bir necha marta yo'qolgan bo'lsa, kadastrda maydon boshqacha, amalda boshqacha bo'lsa, bu mavzu siz uchun juda dolzarb. Ko'p holatda odamlar uy otamning nomida edi, otam vafot etgan. Biz esa yashab yuribmiz deydi. Lekin meros rasmiylashtirilmagan, kadastr yangilanmagan, yerga bo'lgan huquq davlat reyestrida ko'rinmaydi. Ertaga aka-uka o'rtasida nizo chiqsa yoki davlat loyihasi sabab uy buziladigan bo'lsa, hujjati yo'q odam eng zaif holatda qoladi. Ikkinchi guruh uy sotib olgan, lekin rasmiy oldi-sotdi qilmaganlar. Masalan, 2010 yilda $25,000 hovli sotib olingan, sotuvchi pulni olgan, qo'l bilan tilxat yozgan.
xaridor ko'chib kirgan. Hamma biladi, mahalla biladi, lekin notariusdan o'tmagan. Oradan 4 yil o'tgach, sotuvchi vafot etgan yoki uning farzandlari kelib, bu uy bizniki deyishi mumkin. Bunday vaziyatda yangi qonun yordam berishi mumkin, lekin baribir har bir dalil muhim bo'ladi. Tilxat, guvohlar, to'lovlar, yashab kelish faktlari, kommunal shartnomalar, soliq to'lovlari. 3-guruh. Uyning yoniga qo'shimcha qurilish qilganlar. Masalan, eski kadastrda uy 6 sotik deb turibdi, lekin o'yla yillar davomida hovlining orqa tomonidan bo'sh joydan foydalanib kelgan va u yerga oshxona, hammom yoki qo'shimcha xona qurib olgan. Bu holat ham alohida tekshiriladi. Agar qo'shib olingan yer umumiy yo'l bo'lsa, mahalla ariqlariga tegishli bo'lsa yoki qo'shnining hujjatli joyiga kirgan bo'lsa, qonuniylashtirish qiyinlashadi. Agar yer amalda bo'sh bo'lgan, nizosiz, xavfsiz va shaharsozlik talablariga zid bo'lmasa, imkoniyat bor. 4-guruh dehqonchilik yoki tomorqa sifatida foydalanib kelayotgan fuqarolar. Ayrim joylarda odamlar yillar davomida uy oldidagi yoki qishloq chetidagi yerga ekin ekib kelgan, lekin hujjat yo'q. Bunda yer qishloq xo'jaligi yerimi, zaxira yerimi, suv fondi yerimi, yo'l yoki muhofaza hududimi? Bularning hammasi aniqlanadi. Shuning uchun men foydalanib kelganman degan gapning o'zi yetmaydi. Foydalanish bor, lekin qonuniy cheklov ham bo'lishi mumkin. Agar sizning uyingiz bo'yicha kadastr hujjati to'liq bo'lsa, yer maydoni hujjatda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, amalda ham shunday bo'lsa, qo'shimcha ruxsatsiz qurilish bo'lmasa, mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir men tavsiya qilaman. Kadastr hujjatidagi maydon, chegara va bino ko'rsatkichlarini bir marta tekshirib qo'ying. Chunki ko'p odam menda kadastr bor deydi, lekin kadastr 15 yil oldingi holat bo'yicha tuzilgan bo'ladi. Hozir esa hovlida yangi xona, 2-qavat, garaj yoki do'koncha paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar siz ko'p qavatli uyda yashasangiz va kvartira hujjatlari to'liq bo'lsa, bu qonun sizga to'g'ridan-to'g'ri tegmasligi mumkin. Lekin ko'p qavatli uy atrofidagi garaj, yerto'la, qo'shimcha qurilma yer egallash, savdo shoxobchasi yoki ayvon masalasida baribir ehtiyot bo'lish kerak. Chunki umumiy foydalanishdagi yerga qurilgan obyektlar alohida baholanadi. Keling, birinchi real hayotga yaqin misolni olaylik. Toshkent viloyatidagi bir oilada hovli hujjatda 4 sotik, amalda 4,8 sotik. Ortiqcha 0,8 sotik joyni ular 20 yildan beri ishlatadi. U yerda kichik oshxona va tandirxona bor. Qo'shni e'tiroz bildirmaydi. Yo'lga chiqib ketmagan, elektr tarmog'i muhofaza zonasiga kirmaydi. Bunday holatda oila ariza beradi, kadastr o'lchov qiladi, mahalla va tegishli organlar ma'lumot beradi. Komissiya yoki vakolatli organ o'rganadi. Natijada huquqni e'tirof etish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. Farg'onada fuqaro bo'sh turgan yerga 2015 yilda uy qurib olgan. Hujjat yo'q, yer ajratish qarori yo'q. Qurilish ruxsatnomasi yo'q. U men ham qonuniylashtirib olaman deb o'ylashi mumkin. Lekin bu yerda muammo bor. Qonun odatda eski holatlarni tartibga solishga qaratiladi. Yangi o'zboshimchalikni rag'batlantirmaydi. Agar qurilish belgilangan muddatlardan keyin qilingan bo'lsa yoki yer boshqa maqsadga ajratilgan bo'lsa, huquqni tan olish rad etilishi mumkin. Demak, hammani kechiradigan tushuncha noto'g'ri. 3-misol. Samarqandda bir ayol turmush o'rtog'i bilan 2003 yildan beri uyda yashagan, lekin uy erining akasi nomida qolgan. Er vafot etgan, aka chet elga ketgan, hujjat hal qilinmagan. Ayol kommunal to'lovlarni to'lab kelgan. Farzandlari shu manzilda ro'yxatda turgan. Bunday holatda faqat yangi qonun emas, meros, mulk huquqi, yashash faktini tasdiqlash va ehtimol sud tartibi ham kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir ishda huquqiy zanjirni to'g'ri qurish zarur. Kim egasi, kim foydalangan, kim to'lagan, kim rozilik bergan, nizo bormi? 4-misol. Qishloqda fuqaro ariq bo'yiga devor tortib, yer qo'shib olgan. U yer 10 yildan beri foydalanilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin agar ariq umumiy suv o'tkazish tizimiga tegishli bo'lsa, favqulodda holatlarda suv to'shishiga sabab bo'lsa yoki qo'shnilarning sug'orish huquqini cheklasa, bunday joyni qonuniylashtirish juda qiyin. Chunki qonun faqat fuqaroning manfaatini emas, jamoat xavfsizligi va boshqa shaxslarning huquqlarini ham himoya qiladi. Eng katta nozik jihat shuki, huquqni e'tirof etish har doim ham mulk huquqi beriladi degan emas. Ayrim hollarda yerga ijara huquqi, foydalanish huquqi yoki boshqa turdagi huquq tan olinishi mumkin. Bino inshootga bo'lgan huquq va yerga bo'lgan huquq bir xil narsa emas.
Odam ko'pincha uy meniki bo'lsa, yer ham meniki deb o'ylaydi. Amalda esa hujjatlarda yerning maqomi, ajratilish maqsadi va foydalanish turi alohida ko'riladi. Ikkinchi nozik jihat jarima yoki to'lov masalasi. Ayrim fuqarolar qonun chiqdi, demak bepul qilib berishadi deb o'ylaydi. Bunday bo'lmasligi mumkin. Kadastr xizmati to'lovi. Hujjat tayyorlash xarajatlari ayrim hollarda kompensatsion to'lovlar bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun oldindan menga qancha tushadi deb so'rash, rasmiy kvitansiya talab qilish, qo'lga pul bermaslik kerak. Men har doim shuni aytaman. Hujjat ishlari faqat rasmiy to'lov orqali yuritilishi kerak. Kimdir tezlashtirib beraman desa, bu eng katta xavf belgisi. Uchinchi nozik jihat qo'shni bilan chegara nizosi. Agar qo'shni bu davr mening yerimga kelgan desa, jarayon cho'ziladi. Shuning uchun ariza berishdan oldin qo'shni bilan chegarani aniqlab olish, eski chizmalarni ko'rish, kadastr o'lchovida ishtirok etish kerak. Masalan, siz 5 sotiq deb yurgan joy kadastr o'lchovida 5,4 sotiq chiqishi mumkin. Shu 0,4 sotiq qayerdan qo'shilgan? Yo'ldanmi, qo'shnidanmi, bo'sh joydanmi? Ana shu savol hal qilinmaguncha hujjat masalasi murakkablashadi. 4-chi nozik jihat xavfli hududlar. Elektr uzatish liniyasi tagidagi joy, gaz g'uri yaqinidagi hudud, temir yo'l atrofi, kanal bo'yi, sanitariya muhofaza zonasi, qabriston, maktab, shifoxona yoki boshqa ijtimoiy obyektlar uchun zarur yerlar bo'yicha cheklovlar bo'lishi mumkin. Bu yerda odamning necha yil yashagani emas, xavfsizlik qoidalari birinchi o'rinda turadi. Agar uy xavfli zonada bo'lsa, huquqni tan olish o'rniga boshqa chora ko'rilishi mumkin. 5-chi nozik jihat hujjat soxtalashtirish. Ayrimlar eski sana bilan tilxat yozdirish, soxta guvohnoma tayyorlash, kommunal to'lovni orqaga qaytarib ko'rsatish kabi xatolarga yo'l qo'yadi. Men buni qat'iy tavsiya qilmayman, chunki huquqni rasmiylashtirish jarayonida turli bazalar solishtiriladi. Kadastr, soliq, kommunal, mahalla, arxiv, hokimiyat qarorlari, notarial ma'lumotlar. Soxta hujjat aniqlansa, nafaqat ariza rad etiladi, balki javobgarlik masalasi ham kelib chiqishi mumkin. Birinchi xato hammasini mahalla hal qilib beradi deb o'ylash. Mahalla ma'lumot berishi, yashab kelganingizni tasdiqlashi, qo'shnilarni bilishi mumkin. Lekin mahalla mulk huquqini bermaydi. Huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun vakolatli organlar, kadastr va reyestr jarayoni kerak. Ikkinchi xato og'zaki kelishuvga ishonish. Masalan, qo'shni mayli, davoring shu joyda tursin degan bo'lishi mumkin. Lekin ertaga qo'shni uyini sotadi, yangi egasi keladi, e'tiroz bildiradi. Shuning uchun chegara masalasida og'zaki rozilik yetarli emas. Rasmiy chizma, dalolatnoma va kadastr ma'lumotlari bo'lishi kerak. Uchinchi xato ariza bermasdan kutib yurish. Ba'zi odamlar davlat o'zi kelib hujjat qilib beradi deb kutadi. Amalda esa siz tashabbus ko'rsatishingiz, hujjatlarni yig'ishingiz, ariza topshirishingiz, jarayonni kuzatishingiz kerak bo'ladi. Agar belgilangan muddatlar bo'lsa, kechikish huquqingizni yo'qotishga olib kelishi mumkin. 4-chi xato birinchi rad javobidan keyin to'xtab qolish. Ba'zan rad javobi asosli bo'ladi, ba'zan esa hujjat yetishmagani sabab beriladi. Rad javobini diqqat bilan o'qish kerak. Nima sabab rad etildi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma ko'rsatilgan? Shikoyat qilish muddati qancha? Agar rad javobi noto'g'ri bo'lsa, yuqori organga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, uyingiz yoki yeringiz bo'yicha mavjud barcha hujjatlarni yig'ing. Eski kadastr pasporti, davlat orderi, hokim qarori oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, tilxat, kommunal to'lov kvitansiyalari, soliq to'lovlari, ro'yxatda turganlik ma'lumotlari, mahalla ma'lumotnomasi, eski suratlar. Qurilish sanasini ko'rsatadigan dalillar hammasini alohida papkaga soling. Ikkinchi qadam, kadastr holatini tekshiring. Siz yashayotgan obyekt davlat reyestrida qanday ko'rinyapti? Yer maydoni necha sotiq? Bino maydoni qancha? Mulkdor kim? Chegaralar qayerdan o'tgan? Agar hujjatda 4 sotiq, amalda 5 sotiq bo'lsa, farqni yashirmang. Aksincha, aynan shu farqni qonuniy hal qilish kerak. 3-qadam, qo'shnilar bilan chegara masalasini oldindan aniqlang. Agar nizo bo'lsa, uni yashirish foyda bermaydi. Qo'shni bilan kelishuv, dalolatnoma, kadastr o'lchovi va zarur bo'lsa, sud orqali aniqlashtirish kerak. Hujjat rasmiylashtirishda eng ko'p to'siq bo'lgan narsa aynan chegara nizosi. 4-qadam, ariza matnini to'g'ri yozing. Arizada kimligingiz, manzilingiz,
qaysi yer yoki bino bo'yicha murojaat qilayotganingiz, qachondan beri foydalanayotganingiz, qanday hujjatlar borligi, nima so'rayotganingiz aniq bo'lishi kerak. Uyimni hujjat qilib bering degan umumiy gap o'rniga falon manzilda joylashgan, amalda foydalanib kelinayotgan yer uchastkasi va undagi turar joyga nisbatan huquqni e'tirof etish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish ma'qul. 5-qadam, arizani rasmiy kanal orqali topshiring. Hududingizdagi davlat xizmatlari markazi, vakolatli organ yoki elektron davlat xizmatlari orqali murojaat qilish tartibini aniqlang. Ariza topshirganda ro'yxatga olingan raqamni oling. Og'zaki topshirib ketmang. Har bir hujjat nusxasi qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Keyin jarayonni shu raqam orqali kuzatish oson bo'ladi. 6-qadam, ko'rik va o'lchov jarayonida ishtirok eting. Kadastr xodimi kelganda uyda bo'ling, chegara qayerdan o'tishini ko'rsating. Qo'shnilarni chaqiring. Eski hujjatlarni tayyor tuting. O'lchovda xato bo'lsa, keyin tuzatish qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun o'zlari o'lchab ketaveradi deb befarq bo'lmang. 7-qadam. Javobni yozma shaklida oling. Ijobiy bo'lsa, keyingi ro'yxatdan o'tkazish bosqichlarini bajaring. Rad bo'lsa, rad sababini yozma oling. Telefon orqali bo'lmaydi degan gap huquqiy javob emas. Sizga rasmiy javob kerak. Chunki shikoyat qilish yoki kamchilikni tuzatish aynan shu javob asosida bo'ladi. Men sizga kichik ro'yxat aytaman. Buni albatta yozib oling. Birinchisi obyekt manzili va amaldagi maydoni. Ikkinchisi hujjatdagi maydon va amaldagi maydon farqi. Uchinchisi uy yoki qurilish taxminan qachon qurilgan. To'rtinchisi kimlar yashab kelgan va qaysi dalillar bor. Beshinchisi qo'shnilar bilan nizo bor yoki yo'q. Oltinchisi yerning yonidan yo'l, ariq, gaz quvuri, elektr liniyasi yoki kanal o'tadimi. Yettinchisi sizda mavjud hujjatlar ro'yxati. Shu ma'lumotlar tayyor bo'lsa, mutaxassis ham sizga ancha aniq maslahat beradi. Ko'pchilikda eng katta muammo shu. Hujjat yo'qolgan, endi nima qilaman? Avvalo vahimaga tushmang. Hujjat yo'qolgani huquq butunlay yo'q degani emas. Arxidan hokim qarori, eski kadastr ma'lumoti, notariy arxidan shartnoma, soliq organidan to'lov tarixi, kommunal tashkilotlardan shartnoma va to'lovlar, mahalladan yashab kelganlik bo'yicha ma'lumot olish mumkin. Lekin bu ishni tartib bilan qilish kerak. Agar uy ota-onangiz nomida bo'lgan bo'lsa, meros masalasini ham tekshiring. Meros ochilganmi, notariusga murojaat qilinganmi, boshqa merosxo'rlar bormi, ulardan rozilik kerakmi? Bularning hammasi muhim. Chunki yer va uy hujjatini rasmiylashtirish jarayonida mulkdor kim ekani hal qilinmagan bo'lsa, ish to'xtab qolishi mumkin. Uy oddiy tilxat bilan olingan, sotuvchi esa hozir topilmasa, vaziyat murakkab, lekin umidsiz emas. Siz to'lovni tasdiqlovchi dalillarni, yashab kelganingizni, sotuvchining sizga uyni topshirganini, qo'shnilar va mahalla ma'lumotlarini yig'ishingiz kerak. Ayrim holatlarda sud orqali yuridik faktni aniqlash yoki mulk huquqini e'tirof etish masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin men bu yerda alohida ogohlantiraman, har bir tilxat avtomatik mulk huquqi bermaydi. Shuning uchun bunday ishda huquqshunos bilan maslahatlashish foydali bo'ladi. Agar yer boshqa shaxsga hujjat bilan berilgan bo'lsa, rad javobi bo'lishi mumkin. Agar qurilish umumiy foydalanishdagi yo'lni to'sib qo'ygan bo'lsa, rad javobi bo'lishi mumkin. Agar obyekt xavfli muhofaza zonasida joylashgan bo'lsa, rad javobi bo'lishi mumkin. Agar arizada ko'rsatilgan ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa yoki hujjatlar soxta bo'lsa, rad javobi bo'lishi mumkin. Agar qurilish qonunida belgilangan muddat va shartlarga mos kelmasa, rad javobi bo'lishi mumkin. Lekin rad javobi ham oxirgi nuqta bo'lmasligi mumkin. Masalan, rad sababi faqat hujjat yetishmagani bo'lsa, hujjatni to'ldirib qayta murojaat qilasiz. Agar o'lchovda xato bo'lsa, qayta o'lchov so'raysiz. Agar qo'shni bilan nizo bo'lsa, nizoni hal qilasiz. Agar rad javobi qonunga zid deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilasiz. Muhimi, muddatlarni o'tkazib yubormang. Birinchi tavsiyam, uyingizni faqat bizniki degan odatdagi tushuncha bilan emas, hujjat tili bilan tekshiring. Hujjatda kim egasi? Yer maydoni qancha? Bino qachon ro'yxatdan o'tgan? Qo'shimcha qurilishlar ko'rsatilganmi? Shularni bilmasangiz, siz mulkingizning haqiqiy huquqiy holatini bilmaysiz. Ikkinchi tavsiyam, hech kimga qo'lga pul bermang. Kadastr, davlat boji, xizmat haqi, hammasi rasmiy bo'lishi kerak. Ichkarida odaming bor, bir oyda qilib beraman degan gaplarga ishonmang. Hujjat masalasida shoshilish va ishonuvchanlik eng qimmat xatoga olib keladi. Uchinchi tavsiyam, ariza berishdan oldin hujjatlaringizni skaner qilib nusxasini saqlang.
Hujjatning asl nusxasini har kimga berib yubormang. Qabul qilingani haqida belgi oling. Telefoningizda ham elektron nusxa bo'lsin. 4-tavsiyam, agar uyda bir nechta merosxo'r bo'lsa, masalani oilaviy kelishib oling. Ko'p ishlar davlat organida emas, aka-uka. Opa-singil o'rtasidagi kelishmovchilik sabab to'xtaydi. Kim mulkdor bo'ladi, kim ulush oladi, kim rozilik beradi, bularni oldindan hal qilish kerak. 5-tavsiyam, muddatlarni kuzating. Yangi tartiblar ko'pincha bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Ayrim hududlarda ro'yxat shakllantiriladi. Ayrim jarayonlar elektron tizim orqali yuritiladi. Keyinroq qilaman deb yurgan odam oxirida eng ko'p qiynaladi. Demak, yangi qonun ko'p yillardan beri hujjatsiz yoki hujjati chala bo'lgan uy-joy va yer muammolarini hal qilish uchun muhim imkoniyat beradi. Lekin bu imkoniyat hamma narsani avtomatik qonuniy qiladi degani emas. Har bir holatda yerning maqomi, qurilish sanasi, qo'shnilar huquqi, xavfsizlik talablari, mavjud hujjatlar va real foydalanish dalillari tekshiriladi. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugun uyingiz va yeringiz hujjatlarini tekshiring. Kadastrdagi ma'lumot bilan amaldagi holatni solishtiring. Hujjatlarni yig'ing. Kerak bo'lsa rasmiy ariza bering. Hujjatli mulk bu faqat qog'oz emas. Bu sizning oilangiz xavfsizligi, merosingiz, kelajakdagi savdo-sotiq imkoniyatingiz va nizolardan himoyangiz. Sizning hududingizda ham shunday hujjatsiz uy yoki yer muammosi bormi? Qaysi vaziyat ko'p uchrayotganini birga muhokama qilamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda yangi qonunlar va amaliy huquqiy masalalarni oddiy, tushunarli tilda tushuntirishda davom etaman.